eng ko'p kassa to'plagan top 5 qo'rqinchli filmlar. Bu filmlarni ko'rganda kechasi bilan odamlar uxlolmagan, lekin dunyo bo'ylab bularni millionlab odamlar ko'rgan. 5-o'rinda Gunohkorlar 366 million dollar. Bu film Conjuring olamining eng qorong'i bo'lagiga aylangan. 4-o'rinda Exorcism 428 million dollar. 1973-yilda chiqqan bo'lsa ham hanuz eng dahshatli filmlardan biri sifatida esda qolgan. 3-o'rinda Masxaraboz 2 473 million dollar. Pennywise yana qaytdi va odamlar yana qo'rqqan holda kassaga yugurishdi. 2-o'rinda La'nat Tor so'nggi marosim. Bu film ham ruhiy qo'rquvni oltin daromadga aylantirgan. 1-o'rinda bo'lsa Masxaraboz 704 million dollar. Bu film Stephen King romaniga asoslangan bo'lib, tarixdagi eng daromadli qo'rqinchli filmga aylangan. Qizig'i, bu filmlar odamlarni qo'rquvdan titratgan bo'lsa ham, kassalarni boy qilgan. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying.